Kobalt de bantiklar qilib qizil bantiklar o'rab qo'ygan Kobaltga. Orqasiga oldiga otajonimga deb yozib qo'ygan. Birdan haligi bolani quvib qolsa, yonimizdagi ustoz. Hoy ta'sir, shoshmang deydi. Qo'rqib ketaman buni vajohatidan. Ta'sir sekinroq yuring. Haligi bolalarni ushladi endi burilishdan borib. Katta mashinada o'tiribmiz. Juda qimmat mashin. Haligi bolalarga borib, bolalar yaxshimisiz? Bu bolalar qo'rqib ketyapti. Aka tinchlikmi? Hech narsa qilmadik sizga. Hech narsa qilmadilaring. Qalay, mana bu mashina zo'rmi dedi. Mashinasini ko'rsatdi. Aka bu zo'r mashina. Barakallah. O'zing uchun pul qo'ylaring bolalar. Hozir senlarning oldingda tiz cho'kishga tayyorman. Sani mashinangdan zo'r mashina yo'q. Chunki sen otangga sovg'aga olib ketyapsan. Mana otam o'lib ketgan. Men endi tanka haydasam ham, samolyot haydasam ham menga farqi yo'q. Sen olib ketayotgan mashinaga hech narsa yetmaydi. Rahmat etgani orqangdan quvib keldim.